Qadrli aziz talabalarim, sizlarni bugungi talabalar kuni bilan men va universitetimiz jamoasi tomonidan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga muvaffaqiyat, kuch, g'ayrat, sihat, salomatlik tilab, shu sizlarni bilim olishinglarda qo'limizdan kelganini sizlarga bag'ishlab, yaxshi mutaxassis bo'lib chiqishinglarni tarafdorimiz. Bitirib chiqib sizlarni demak yangi joylarda ish joyi bilan ta'minlanganinglarda, yangi joyga borganinglarda sizlarni eslab g'ururlab yurishlar bizga nasib qilsin. Sizlarga yana bir bor muvaffaqiyatlar. Universitet demak jamoasi tomonidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.